Buni oyog'i yuqaki qaldiroqnasi kiygizib qo'ying uyda bo'lsa ham. Bolani doim paypoqda yurishi uni miya faoliyatini susaytiradi. Ko'p ota-onalar farzandim sovuq qotib, kasal bo'lib qolmasin deb, ularni qishin yozin oyog'ida paypoq bo'lishini xohlashadi. Lekin bu ularning miya motorikasini rivojlanishini susaytirishga olib kelishi mumkin. 1 sekund vaqt ajratib, videoga like bosib qo'ying va oxirigacha eshiting. Tibbiyotda isbotlangan ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, bolani qishin yozin oyog'ida paypoq bilan yurishi doimiy holatga aylansa, unda yassi oyoqlikka nisbatan moyillik, oyoq sezgisining zaiflashishi va hattoki rivojlanishdan ortda qolishi ham mumkin. Video hali tugamadi, lekin bitta savol beraman. Siz ham doim farzandingiz oyog'iga paypoq kiygizib qo'yasizmi? Fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Demak, agar uyda iliq pol yoki bo'lmasa gilam bo'lganda yoz oylarida esa hovlida, qumli yoki bo'lmasa biroz toshli bo'lgan joylarda bolani yalangoyoq yurishga o'rgating. Bu esa miya motorikasining rivojlanishiga, nerv va mushaklarni, eng asosiysi tabiiy sezgi organlarini jadal rivojlantiradi. Ertami kechmi farzandli bo'lganda asqotish uchun bu videoni hammaga yuboring va menga obuna bo'ling.